Bugungi darsimizda kiyim razmerlari haqida gaplashamiz. U qayerdan kelib chiqadi, nima uchun mintaqalar, davlatlarda har xil razmerlar qo'yiladi va butun dunyo tushunadigan razmer belgilari qanday ekanligi haqida gaplashamiz. Demak, biz O'zbekistonda Rossiya standartlaridan foydalanamiz hali hanuzgacha, chunki hali O'zbekiston aholisining standart razmerlari ishlab chiqilmagan. Nima uchun Rossiyaniki bizga to'g'ri keladi? Chunki Rossiya standartlari 88-90 yillar oralig'ida ishlab chiqqan bo'lib, O'rta Osiyo xalqlarini ham ma'lum bir qismi o'lchangan. Ya'ni bizni xalqimizni ham razmerlariga yaqinroq razmerlar berilgan. Demak, Rossiya standartiga ko'ra razmer raqami ko'krak aylanasini ikkiga bo'lish orqali kelib chiqadi. Ya'ni ko'krak aylanasi 88 bo'lsa, ikkiga bo'lsak 44-razmer degani. 96 bo'lsa, ikkiga bo'lsak 48-razmer degani. 100 bo'lsa, ikkiga bo'lsa 50-razmer degani. Nima uchun faqat juft sonlar degan savol tug'iladi endi. Demak, ko'krak aylanasini 4 deylik, 88, 92, 96, 100. Shu sonlar misolida tushuntiraman. Demak, ikkiga bo'lish orqali biz razmerni o'lcham birligini chiqarar ekanmiz. Ya'ni 84 ikkiga bo'lsak 42, demak 44, 46, 48 va 50-razmerlar deb atalar ekan. Demak, bizani razmerlarimiz shunday belgilar bilan qo'yilar ekan. O'zi umuman butun dunyoda qanday razmerli standartlar bor desangiz, har bir mintaqaning o'ziga yarasha ishlab chiqqan razmerli standart o'lchamlari bor. Tablitsa ko'rinishida beriladi, qanday o'lchash kerakligi. Butun dunyoda inson tanasi bir xil deyarli o'lchanadi. Faqatgina farq qiladi nima uchun? Iqlim har xil, mintaqa har xil va biza inson sifatida ham qaysi mintaqada yashagan, tog'li hududlarda yoki cho'llarda yashaganligimiz uchun, ya'ni har xil havoda, har xil joylarda yashaganligimiz uchun bizlarning tana qismlarimiz har xil rivojlangan. O'shaning uchun bizda aynan O'rta Osiyo xalqlari o'rta bo'yli hisoblanamiz. Yevropa xalqlari baland bo'yli hisoblanadi va misol uchun Xitoy xalqi past bo'yli hisoblanadi. Xitoy xalqini misol uchun baland bo'ylilari deyarli yo'q. Demak, bizlarda ham bor, to'g'ri, aholimiz o'rtasida baland bo'ylilar, lekin kam miqdorda bo'lganligi uchun, ya'ni umumiy o'rtacha hisob olinadi-da, umumiy o'rtacha hisobda aynan O'rta Osiyo xalqlari o'rta bo'yli hisoblanar ekan. Yevropa xalqlari esa baland bo'yli hisoblanar ekan. O'shaning uchun har bitta mintaqaning, har bitta joyning, davlatlarning o'ziga yarasha standartlari mavjud ekan. Demak, O'zbekistonda biza qo'llanadigan, ishlab chiqarishimizda umuman kiyimlarga qo'llanadigan razmer o'lchamlari, ya'ni birliklari shu ko'rinishda qo'yilar ekan. Xo'p, Turkiya qanaqa? Mana bizda O'zbekistonga Xitoy va Turkiya davlatidan har xil tovarlar kirib keladi va e'tibor beradigan bo'lsak, Xitoyning o'ziga yarasha o'lcham birliklari bor, Turkiyani o'ziga yarasha o'lcham birliklari bor. Turkiya qanday qilib o'lcham birligini qo'yar ekan? Turkiya ko'krak aylanasini ikkiga bo'lib chiqqan, ya'ni hosil bo'lgan sondan 6 sonini ayirish orqali razmer o'lcham birligini qo'yar ekan. Ya'ni ko'krak aylanasi 84 bo'lsa, ikkiga bo'lsa 42, 42dan 6 sonini ayiradi va 36 kelib chiqadi. Demak, Turkiyada 36-razmer deb qo'yilar ekan, bizdagi 42-razmerga. Ularda ya'ni -6 qilish va o'sha -6 bilan razmer o'lcham birligini qo'yish qabul qilingan ekan va doim hamma ishlab chiqarishida shunday o'lchamlar qo'yadi. Misol uchun Amerikani oladigan bo'lsak, u yerda 1-razmer, 2-razmer degan narsalar bor. Demak, ularni o'ziga yarasha qabul qilgan razmer o'lchamlari bor ekan. Xo'p, unda har bir mintaqaning o'ziga yarasha o'lchamlari bo'ladigan bo'lsa, bizlar qiynalib qolamiz, to'g'rimi? Misol uchun, boshqa davlatlardan zakaz qilayotganimizda
yoki biza eksport uchun ishlamoqchi bo'lsak, demak har bitta mintaqaning o'ziga yarasha o'lcham birliklari bo'lar ekan, o'ziga yarasha davlatlarda o'lchamlari bo'lar ekan. Qanday qilib biza tushunib olamiz? Biza ularni standartlarini o'rganib chiqib, qaysi razmerga qanday raqam qo'yishligini o'rganib chiqib adashib ketishimiz mumkin va o'shaning uchun ishlab chiqarish har bitta davlatda bor va har bitta davlat eksportga ishlashga harakat qiladi. O'shaning uchun demak eksportda har bitta davlatni tushunishi uchun, har bitta mintaqada tushunarli bo'lishi uchun bular esa harflar. Ya'ni harflarni ham inglizcha расшифровкасы bor. O'shaning uchun, ya'ni o'sha harflar qulay bo'lganligi uchun bu butun dunyoning o'lcham birligi deb, butun dunyoga mos o'lcham birligi deb qabul qilingan. Rossiya standarti bo'yicha yoki Turkiyaning standarti bo'yicha aynan qaysi razmer qaysi harfga to'g'ri kelishini jadvallar berilgan. Internetda ham bunday jadvallar ko'p, lekin hammasi ham ishonchli, to'g'ri deb ayta olmaymiz. Albatta, ishonchli manbalarga murojaat qilganingiz ma'qul. Xo'p, qanday harflar bor? O'zi umuman ayollar kiyimida jismoniy rivojlangan ayollar deyapman. Demak, 18 yoshdan pastgilar bular o'smir yoshidagi qizlar va o'g'il bolalar kiyimiga ajraladi. Ya'ni to'liq jismoniy rivojlangan ayollar 18 yoshdan boshlab hisoblanar ekan. O'shaning uchun biza masalan 14 yoshli qizga yoki 15 yoshli qizga bu razmerlarni ishlatmas ekanmiz. Ularni, ya'ni bolalar kiyimi 0 dan 18 yoshgacha ekan. 0 dan 18 yoshgacha o'zini o'lcham birliklari bor. Asosan ko'p davlatlarda bo'y o'lcham birligi deb olinadi. Ya'ni bolalar kiyimida biza bo'yini o'lchami, ya'ni razmeri olamiz. Razmer deb olamiz. Ya'ni bolani bo'yi 110 bo'lsa, demak razmer 110 deb belgilanadi va yoniga yoshi ham belgilanadi. Ko'p holatlarda uchratgansiz, misol uchun 110 va tagiga drop qilib, pastida yozib qo'yadi. Misol uchun 3, 4, masalan turk tilida bo'lsa yosh deb belgilanadi yoki o'sha ingliz tilida belgilanadi yoki turk tilida, ya'ni qaysi davlatdan kirib kelganligiga qarab. Demak, nima uchun ham bo'yni beryapti, ham yoshini beryapti? Chunki bola har xil rivojlanadi. Genetikasi, ota-onasini gavdasini shakliga qarab bola gavdaliroq bo'lishi mumkin, ozg'inroq bo'lishi mumkin. Bo'y jihatidan qaysidir bola birinchi tezroq o'sadi, qaysidir bola sekinroq o'sadi. O'shaning uchun misol uchun 110 bo'yli deylik 5 yoshli bola ham bo'lishi mumkin, 110 bo'yli 7 yoshli bola ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun yoshga uncha e'tibor berilmaydi. Ya'ni siz bolangizga, farzandingizga kiyim olmoqchi bo'lsangiz, yoshiga emas, mana bu bo'yiga qarab olganingiz ma'qulroq ekan. Ya'ni bo'yi belgilangan kiyimlarga e'tibor berib, bo'yiga e'tibor bering. Bolangizning bo'yi 140 bo'lsa, demak, yoshini misol uchun kattaroq yoki kichikroq belgilagan bo'lishi mumkin yoki bolangiz hali u yoshga yetib bormagan bo'lishi mumkin. Ya'ni 140 deylik 7-8 yoshga to'g'ri kelsa, misol uchun aytyapman, buni ham jadvallari bor. Demak, 140 qaravosizda 7 yosh, lekin farzandingiz hali 5 yosh. Yo, bu kiyim katta deb olmasligingiz noto'g'ri. Ya'ni bo'yiga qarashingiz kerak ekan. Bo'yiga qarab razmer belgilanar ekan bolalar kiyimida. 3 yoshgacha bo'lgan bolalar kiyimida oyi belgilanadi. Ya'ni yosh emas, bo'y emas, chaqaloqning oyi belgilanadi. Ya'ni 0 dan 3 oylikgacha bo'lishi mumkin. 0-3 deb belgilangan, ay deb yozilgan bo'ladi, ya'ni turk tilida. Demak, deylik 3 oylikdan 6 oylikgacha, 6 oylikdan 9 oylikgacha, 9 dan 12 gacha ketdi. 12 dan 18 gacha belgilangan bo'lishi mumkin. 18 dan 24 gacha va keyingisi 24 30 oylikgacha, 30 dan 36 oylikgacha. Ya'ni bola 36 oylik bo'lganda 3 yoshga to'ladi degani. Demak, 0 dan 3 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarda, chaqaloq kiyimlarida asosan oyi belgilanadi. Har doim bir xil kiyimlarda yoshi belgilanadi, lekin uncha to'g'ri kelmaydi. Yoshiga e'tibor berib oladigan bo'lsangiz, o'shaning uchun oyiga e'tibor berib olasiz. Va albatta bu yerda ham standartlarga qarab. Misol uchun, Turkiya standartlariga ko'ra 3-6 oylik chaqaloqni kiyimini olsangiz, bizni bolalarimiz baquvvatroq. Ya'ni bo'y jihatidan ham, gavda jihatidan ham. O'shaning uchun 6 oylik bolaga to'g'ri kelmasligi mumkin yoki 5 oylik bolaga kichkina kelishi mumkin. Ko'proq kichikroq yuradi. Ya'ni
bizni farzandlarimizga oyi ozgina kichikroq to'g'ri keladi. Bu degani, misol uchun farzandingiz 5 oylik bo'lsa, bemalol 6-9 ni olaverishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bular tushunarli bo'lsa, farzandlari 18 yoshgacha yosh ekan, 3 yoshdan 18 yoshgacha demak bo'yi yoshi yoki bo'yi ekan va 18 dan yuqorisiga esa biza ko'krak aylanasini ikkiga bo'lib razmer qo'yar ekanmiz. Xo'p, endi o'sha butun jahonda qabul qilingan bir xil o'lchamlar, bular harflar edi. XS dan boshlanadi. S, M, L, XL va 6XL gacha bo'ladi. Ya'ni eng kichkinasi bundan tashqari kamdan kam ishlatiladigan XS dan ham kichkina XXS bo'lar ekan. Ya'ni 80 ko'krak 2 ga bo'lsak 40 razmer bo'ladi. Bu eng kichkina razmer ekan. Eng kattasi 6XL hisoblanar ekan. 6XL dan kattaroq, ya'ni to'laroq odamlar уже velikan hisoblanadi. Ya'ni o'ta semiz, bu уже kasallikka kiradi. O'zi umuman 5XL, 6XL lar ham juda ham semizlikka kiradi. Ya'ni kasallikka kiradi, lekin qabul qilingani 6XL gacha ekan va undan yuqorisi esa semizlikka kirar ekan, ya'ni velikanlar hisoblanar ekan. Demak, asosiy shu razmerlardan foydalanar ekanmiz. Demak, XXS ga bu 40 razmer to'g'ri kelar ekan, XS ga 42 razmer, S ga 42, 44 ham to'g'ri keladi, 42, 44 ishlatishadi. M ga 44, 46, L ga 48, 50, XL ga 50, 52 va shunday qilib davom etadi. Demak, nima uchun aynan S da ikkita razmersiz, S da 42 ni ham S deyshadi, 44 ni ham, ayrim holatlarda M ni ham 44, 46 ni o'sha ikkita razmerlarda harflar to'g'ri kelar ekan. Endi siz misol uchun bu qabul qilingan standartlar ekan. Siz o'zingizni razmeringizni bilmoqchisiz. Bu qabul qilingani har doim juft sonlar keltirgan. Ya'ni har bitta razmerda farq 4 cm deb berilar ekan. Aynan Rossiya standarti bo'yicha. Ya'ni 80 edi, keyingisi 84, keyin уже 81, 82, 83 larni bermayapti. Ya'ni aynan 4 cm da qadam tashlayapti. Bo'ydagi farq esa 6 cm deb beradi. Ya'ni bo'ylarimizda ham har xil rost bor. Bizda o'rta bo'yligidek, niskiy rostlar bor, visokiy rost, ya'ni baland bo'yliklar bor, past bo'yliklar bor, o'rta bo'yliklar bor. Shunga qarab ham kiyimlar bo'yiga ham farq qilar ekan. Va demak, biz endi o'zimizning razmerimizni bilmoqchimiz. Ya'ni ko'krak aylanasini o'lchab turib, uni 2 ga bo'lsak, razmerimiz kelib chiqar ekan. Endi xo'p, yana savol tug'iladi. Ko'krak aylanangiz bu yerdagi sonlarga to'g'ri kelmasa. Misol uchun, aytaylik, ko'krak aylanasi 94. 94 chiqyapti. 94 ni 2 ga bo'lsak 47 chiqyapti. Odamlarda savol tug'iladi. Ya'ni men 47 ekan, 47-razmer degan narsa yo'q. Demak, 47-o'lcham deb hech qanday kiyimlarga qo'yilmaydi. Savol tug'iladi. 46-razmerga kiramanmi yoki 48? Bunday holatlarda bu, ya'ni razmerlar, ya'ni o'lchamlar aro o'lcham deyiladi. Ya'ni siz ayrim fasonlarda 46-razmerdagi kiyimlar ham sizga to'g'ri keladi degani, ayrim fasonlarda esa 48-o'lchamdagi kiyimlar to'g'ri keladi degani. Demak, yaxshi ishlab chiqaruvchilar aynan shunaqa razmerlar aro razmerlarga ham kiyim chiqaradi yoki ikkita razmerga ham to'g'ri keladigan kiyimlar ishlab chiqarishadi va albatta uni berkalarda belgilaydi. Qanday qilib? Bunga e'tibor bergansiz, misol uchun 44/46 qiladi. Ya'ni ikkita raqam qo'yib ketadi. Hayron bo'lasiz, bu 44-razmermikin yoki 46 yoki harfda ko'rgan bo'lsangiz, misol uchun M, L deb ketiladi. Ya'ni hayron bo'lasiz, ham L turibdi, ham L turibdi. Qaysi biri M mikan yoki L mikan razmer? Demak, savol tug'iladi. Bu M ham emas, L ham emas yoki 44 ham emas, 46 ham emas. Shu ikkita
raqamni orasidagi razmer degani. Ya'ni o'sha boya aytganimdek, bu endi 45 chiqyapti, 45-chi yoki aytaylik 46, 48 berilgan bo'lsa, orasidagi 47-razmer degani ekan. Bu degani ham 44 ham 46 ga ham to'g'ri keladi degani ham shu ikkita razmerni orasidagi razmerga mo'ljallangan kiyim degani ham ekan. Kiyimni birkalarida siz shunday ikkita razmerni bir-biriga drop bilan yoki ustun bilan qo'yilganini ko'rsangiz hayron bo'lmang. Demak, bu yerda o'sha ikkita razmerni orasidagi o'lcham, ya'ni razmer yokida ikkita razmerga mo'ljallangan kiyim fasoni berilganligidan dalolat ekan. Demak, ushbu darsimizda sizga qisqacha bo'lsa ham razmerlar haqida tushuncha bera olgan bo'lsam, xursandman. Mani kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli videolar hali oldinda.